bugungi videomizda bolalar o'tgan safar hamma bir joyga to'plamagandim, lekin Telegramimga kirmagan ekansizlar, hech kim kirmagan bolalar. O'tgan safar videomda to'g'ri ko'rsatmagandim, aynan Marvel qahramonlarini. Bu safar to'liq ko'rsataman bolalar. Mana bizda mana shular bor. Bu safar klaviatura bilan ishga yo'qligini sababi juda katta. Boshqa joyda video olayotgandim bolalar. Xo'sh, mana anavi perchatkasi o'ynakini hozir beskонечно shunday yozgan ekan. Buni chap qo'lga taqsanglar ham bo'ladi bolalar, chap qo'lga taqsanglar. Lekin mana sizlarga afsonaviy o'yinchini hozir sizlarga taqdim etaman. Mana hozir mana bu yerda bor. Bu men buni hozir olaman bolalar. Hop. Buni bu yerga qo'yamiz. Mana endi ko'ringlar. Ana endi ham meni o'ldiraman. Shunday bo'ldi, qaranglar buni. Mana meteorit yo'q. Mana buni qaranglar. Voy. Bola hozir mana bu portlab ketadi, qarab turinglar. Ozgina qotyapti. Meteorit. Ana bolalar kuchini ko'rdinglar уже. Bolalar o'tgan safar men mana buni uchini to'liq ko'rsatmagandim Temir odamni bu safariga. Yana endi ko'rsataman bolalar. Uchganda hozir bir ikkita odamlarni ovozi kelyapti. Stop bolalar. Meni kanalimga obuna bo'lmadingizmi? Odam emas ekansiz. Bala. Telegram kanalimga obuna bo'lishni istamasangiz kerak. Like bosib obuna bo'lish bo'lmasa. Bir ikkita. Hozir mana shu bitta qo'nib olamiz bolalar. Mana shader qotib qolganini qaranglar, mana shader qo'shganman. Qotib qolyapti hozir mana. Ana u yur. Hop. Men uchishni to'g'ri bilmayman lekin. Qilib hamma joyni yondirib ketsa. Bolalar o'tirib, bosib tursanglar mana shu ustiga mana bunaqa narsasi chiqadi. Bolalar yaqinda 200 ta bo'lsa, yo 200 ta bo'lmaymizmi bilmadim, 250 ta bo'lsa notebook olaman. Agar Xudo nasib qilsa, duo qilib turinglar, notebook olay. Mana portlatib hamma joyni yondirib yubordi. Juda yomon bu. Xo'p, buni endi olib tashlaymiz. Ikkinchi qahramonimiz buni bir xillab bilmaydi bolalar. Men sizlarga hozir mana olib to'g'risi bir xillab bilmasligi aniq. Mana sizlar buni bilmaysizlar. Buni kimligini mana bu yerda chiqdi sizga. Telekinezasiya. O'zingiz o'qib olasizlar kerak, men chekkaga chiqib qoldi. Mana biz hozir o'zimizga qaraymiz bolalar. O'zimizda qanaqadir xususiyat paydo bo'ladimi? Oppa. Bu qanaqa ekan? Ko'rganim yo'q. Hop. Teleport bor ekan bolalar. Bu nima? Bu nima? Ko'ramiz. Maza qilsak bo'lar ekan. Qo'yib yuborsak udar bo'lar ekan. Portlaganini qaranglar bo'ldi do'stlar. Bu nima? Birinchi kanal berdi do'stlar. Buni biladiganlar biladi bolalar buni. What the fuck? Yurgan joyi qora bo'lib ketadi. Buni ko'rgan, ko'rmagan. Hozir mana bu o'lib ketadi. O'larmidi? Bu bo'ynaki Marvel qahramonlarini aynan bu mana bu narsa
Mana buni ham teleporti bor ekan do'stlar. Do'stlar, bu yomon bu. Buni o'zi asli olib tashlashgan. Mana bunga 5 kettasizlar mana buni. Buni olasizlar-da, hozir menda bitta narsa kirib ketdi, bu strukturaga kirib ketdi bolalar. Bu safar telefonda o'ynayapman. Buni ana endi. Qo'lini qaranglar buni, menga qaranglar buni. Men nimaga aylandim? Kichkina bana ginomcha bor edi-yu bolalar. O'shanga mana menda qurolcha bor. Ikkinchi ovozimga o'tirgan. Ana endi hech kim menga teng kela olmaysan. Men otni o'ldiraman. Uyga kelinglar qanday? Qotgan men otni o'ldiraman. FPS do'stlar juda ko'p tushib ketgan. Mana shu cho'chani o'ldiramiz. Bu bomba edi shekil. Nima ekan bu? Mana bu-chi. Hop, mana buni. Bittani solib tashlar ekan do'stlar. Hop, ana endi bu nima bo'ldi? Bilmasam, yo'q, buni olib bo'lmas ekan. Bolalar buni kim biladi? Mana ataka. Shit bu. Mana sizlarga, sizlar kutgan. Sizlar buni lekin bilmagan. Bu ismi nima edi? Gerçi bilmadim o. Hozir buni buni kiyimi bor shekil menda. Kim parda topish qiyin. Mana shu bolalar, men buni topdim. Hop. Buni bitta chiqib, men o'ldiraman. Hop. Mana hammani o'ldiraman. Uchib. Hammani o'ldiraman. Bolalar, videoni to'xtatishga majburman bolalar. Videoga like bosib kanalga obuna bo'lasizlar. Bolalar, mana men qaytib keldim. Voy. Lazer. Senga kerakmi bu? Xo'p, bolalar, mana buni olib tashlaymiz. Xo'p, bu bolalar, mana bu qiz, mana bu ajal, mana shu it. Buni bilsanglar, bo'lma berib kelardim, yo'q. Hozir men sizga buni olamiz. Mana shu qiz edi menimcha. Uchar edi, bilmasam hozir ko'ramiz bolalar. Hop. Sakrash juda tepaga sakrar ekan. Opa, Spider-Man, Spider-Man deb. Ana endi bolalar, sizlar kutgan mana shu itni balasi. Bu itni balasini mana bunaqasiga taqasiz. Bu itni balasini sizlarga taqib ko'rsataman. Buni mana birinchi kiyimini kiyamiz va ikkinchi kiyimini ham. Bu itni balasi mana bu ekan. Bo'lmas. Kiyamiz va biz kimligimizni ko'ring. Mana. Hozir bu yerda seni men topdim. 5 minut do'stlar hozir. Bolalar, mana hozir men qaytdim. Stop tashlayman.
O. Mana shunisi menga yoqdi. Voh. Opa. Hop. Bolalar buni sizlar bilmaysizlar, buni kimligini. Bu. Mana bu yetkazsizlar. Va buni mana bunaqa narsasimi, shunaqa narsasi yo'q. Bu ham bu nimaligini birga tintela bor do'stlar. Baqirayotibdi. Bu nima? Hozir buni kiyib ko'ramiz. Bu nima? Bilmadim bu nimaligini. Hozir ko'ramizda. Yo'q. Bu yo'q do'stlar, hozir men mana buni hozir vaqtini yo'q, mana bu kunga qo'yib qo'yamiz. Mana endi men mana bunaqa odamchaman. Meni yuzimga qarang, men qanchalik chiroyliman, ha? Men odam davolay olaman, hamma narsa qila olaman. Bu tishli oladi. Bolalar, hozir men sizlarga bitta odam ko'rsataman. Buni taniydi, tanimagan bilmadim. Kim bo'lsa. Opa! Men olov odamman. Alhamdulillah. Hozir bolalar mana opa. Buni kiyamiz, yo mana bunisini yo'q. Mana shunisi. Hozir bolalar. Bolalar, mana buni hozir mana shunisini. Opa! Men endi hech kimdan qo'rqmayman. Mana. Kerakmi? Men hech kimdan qo'rqmayman. Tushundilaringmi? Men hech kimdan qo'rqmayman. Hop. Men o'rmonni yondirib ketaman. Hech kim meni to'xtata olmaydi. Hech kim meni to'xtata olmaydi. Ne qiladi bolalar? Mana dedega tushunmayman, nima qiladi? Bolalar, menimcha mana bu. Topdim bolalar. Kelgan diktator deb. Hop. Bu nima? Tushunmadim. Men buni hech kim bilmaydi. Bu hammani yirtib qo'liga beradigan. Mana shu ayolmi deyman? Do'stlar, mana shunga kirib ketib qolaveryapti. Bu qona. Buning uchun bu emas, menimcha mana bu yerdan topiladi. Xo'sh, buni. Hayya. Hozir do'stlar. Mana bizni qahramon o'sha jinni.
jinni odam. Hozir men buni qo'lini topib olay. Chop qo'lini mamlakasiga qilib qo'yardi o'zini qo'lini. Bu iflos. Aynan men bunday qilib qo'yardi. Ana endi do'stlar, men kuchli, eng meni yengib bo'lmaydigan